Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Mana bugun yana bir ishimizni yakunladik. Hop, Akfa alyumin zolotoy deb 2 qavat oynaga ikkita eshik, ikkita oqron qo'yib berganmiz, bitta portishkalari bilan. Eshiklarimizni razmerlariga keladigan bo'lsak, eni 2 metr, bu 220 ga splashni oynali qilib, splashni ochiladigan qilib berganmiz. 4 ko'z qilib, chiroyli qilib kraftni yangi yag'ina ruchkasini qo'yib berganmiz. Yopilishlari o'ta chiroyli chiqyapti, xohlasa. Kuzatuvchilar bir bunisini ham ko'rib beramiz. Mana yopilishlari, ligirovkalari o'ta go'zal bo'lmasa. Bu 220 oynasi ham 2 qavat steklo paket bo'ldi. Romlari 2 ta rom qo'yib berdik. Hop. O'rtacharoq profilimizga qo'yib berdik. Alproga padagonlari bilan 85 ga 140 romdan 2 ta qo'yib berganmiz. Bu ko'rinmaydigan tarafli uchuncha ekonomik byudjetni qilib orqadan qo'yib berdik. Oynalarni ham 2 qavat qilib berdik. Bitta portishkasi bor hammomga. Bu ishlarimizni padagonlari bilan xudo xolasa jami 9 millionga qilib berdik, hurmatli kuzatuvchilar. Oshiq mashinalarni ham 4 tadan qo'yib berganmiz. Shto'b eshik tashib olmasligi uchun pastiga 2 ta, tepaga 2 ta qo'yganmiz. Kimga shuna xizmatlar kerak bo'lsa, aloqaga chiqarasizlar. Narxlari qiziq bo'lsa, bemalol imo, WhatsApp, Telegram hammasi bor, ishlayapti, xudo xolasa. Hop, bu ishimizni Bulovosh tumani Rashk qishlog'iga qo'yib berganmiz. O'fshi 9 millionga bo'lgan. Razmerlari yana bir qaytarib o'taman. 2 metrga 220 bo'lgan. Eni 2 metr, bo'yi 220. Ikkita romimiz bo'lgan, oq, bir 40 ga 80lik deb borishga hammasini 9 millionga qilib berganmiz. Xudo xolasa, har doim xizmatinglardamiz. Rahmat, sog' bo'linglar.